butun dunyoda insonlar o'limiga sabab bo'luvchi kasalliklarning top 5taligida birinchi o'rinni hech ham qo'ldan boy bermay kelayotgan bu yurak xastaligi sanaladi. Oxirgi paytlarda falonchining yuragiga stent qo'yilibdi degan gaplarni ko'p eshitasiz. Biz esa ularga aslo tushkunlikka tushmang va kardamon choy ichishni kanda qilmang degan bo'lardik. Chunki uning turgan bitgani yurak uchun quvvat. Bu lavhaning birinchi qismida aytilganidek, shifobaxsh choy erkaklarda katta qorin muammosidan qutulishga yordam beradi. Ayollarni ham. Kardamonning antioksidantlik, yallig'lanishga qarshi, arterial bosimni pasaytiruvchi xususiyatlari ham bisyor. Agar bu choyni uyqu oldidan ichsangiz, tongda yaxshi kayfiyatda, kuchga to'lib uyg'onasiz. Uni doimiy ichib yurish insonning psixoemotsional holatini mo'tadil ushlashga yordam beradi. Peshob yo'llaridagi yallig'lanishlarni bartaraf etadi. Qovuqni davolaydi. Natijada sistit, polinefritdan asar ham qolmaydi. Oshqozon osti